Radiator isitish tizimi va issiqpol o'rnatish tavsiya etilgan ishlar ketma-ketligi. Birinchi bosqich jihozlarni oldindan tayyorlash. Bu bosqichda rezbali fitinglar va berkitish armaturalarini o'rnatamiz. Birikmalarni germetizatsiya qilish uchun anaerobik germetik maxsus ipa yoki fumlenta ishlatish mumkin. Yevrokonus va zgonik tarkibi qismlari qo'shimcha zichlashni talab qilmaydi. Pastki ulanishli po'lat panel radiatorlarini yig'ishni ko'rib chiqamiz. Devorni turiga qarab to'g'ri yoki burchakli ulanish tuguni qo'llaniladi. Tushunarliroq bo'lish uchun to'g'ri tugunni misol qilib olamiz. Xromlangan quvurlar tizimning majburiy qismi emas. Odatda ular radiatorni chiroyliroq ulanishi uchun ishlatiladi. Quvurlar xom pol ustiga issiqlik izolyatsiya naychalari bilan yotqiziladi. Ularni polga sinklangan yoki mato tasma yordamida mahkamlash mumkin. Izolyatsiya o'rnatishdan oldin asosni tayyorlash, kichik notekisliklarni tekslash va qurilish chiqindilarini olib tashlash kerak. Isitgichni mahkamlash uchun tarelkasimon tubik yoki kleyli tarkib ishlatish tavsiya etiladi. Belgilash plyonкасы montaj ishlarining tannarxini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Issiqpolning ish maydonida quvurlarni izolyatsiyaga yakir skobasi bilan mahkamlash eng qulay usul hisoblanadi. Termokallaklarni o'rnatishni pardozlash ishlari tugagandan keyin amalga